2023 yil ishlab chiqarilgan Malibu 2 avtomobilimiz XL pozitsiyasidan 2 turbinali bo'ladi. Tonirovka ruxsatnomalarimiz 10 oyga ekan. Kraskamiz absolyutni top-toza, brono plyonkalari qilib qo'yilgan. To'rtta juda go'zal holatda balonlari ham qo'yib qo'yilgan. Yurib o'tgani 77 ming kilometr bo'libdi. Salon holatidan ko'rinishlari. Chiroyli akkuratni qarab minilgan ekan, salafonlari ham tortib qo'yilgan, mana paroglarigacha. Narxiga to'xtaladigan bo'lsak, 24500 dollardan o'tib beramiz deyapti. Albatta bozor. Qoldiraman telefon raqamlarini pastda, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, talashib tortishib olishingiz mumkin. Like bosib, videoni Malibu izlab yurgan tanishlarga tashlab qo'yish esdan chiqmasin.